Assalomu alaykum, qadrli YouTube xosmanlari. Efirda Begum Roshidon. Biz Jizzaxdamiz. Jizzaxda qaytida esimdan chiqdi. Mana shu yerga mana Uzkarbo bu Qo'qonda Uchko'prikda chiqadi. Sardorbek degan bolani katolik kelgan ekan. Ular olib keltirishgan ekan. Buni qo'ydik, uladik. Hamma yog'ini saldachilar qo'yib, sistemani qildik. Nasoslar qo'yilgan. Mana hozir obratkada yaqin 60 kelyapti. Termostatimizni 45 ga qo'yib qo'ydik. 45 gradusdan obratkada suv sovib ketsa, bu puskatilga xabar beradi ichkarida ventilyatorlar o'chiradi. Sovib ketmasligi uchun. Kadyol ishlayapti. 24 mi 25 kilovatli ekan. Hozircha tuzugu. Ko'ramiz hozir. Mana shu 70 ga chiqyapti. Nechida o'tishini ko'ramiz. Bet qaytadi? G'alorol tumani. G'alorol mana. Hoji akaning o'zlari. Podpischilar like bosing, like. Mana podpischimiz ekanlar. Shuni olib kelib qo'ydim, ventilator olib keldim. 1 sotik xolos deyishdi. Endi podpischik uchun biz 600 kilometr yurib 7 soatda yetib keldik. Mana shuni qilib berdik. Mana hozir ishlayapti. Xudoga shukr. O'tin bilan yoqdik. Hozir hali ko'mir yo'q. Mana rashritel tashqariga qo'yganmiz. Mana ventilatorlar ishlayapti. Eshikni ochib qo'ydik. Bet juda sovuq ekan. 14-15 gradus. Shuna izg'irin bo'lyapti. Bag'da yonida nima bor ekan? Qozog'iston cho'li ekan, o'shadan sovuq kelyapti. Hozir ichkari 21.8 bu havoni ko'rsatyapti. Mana bu yerdan kirayotgan havo 20 ga qo'yganman. 20 ga tushsa bu ventilyator ishlab ketadi. 25 ga chiqib ketsa harorat o'chadi. Shunaqangi programma qilib qo'ydik. Bitta bu yoqqa qo'ydik, bu 1 sotikka. Bitta u tomonga qo'ydik. Mana endi xudo xolasa isishi yaxshi, isib ketib ishlamay qoladi. Ikki tomonni termizni ochib tashladik. Demakki biz buni ishlashini ko'rishimiz kerak. Mana bu tomon o'chibdimi? Bag'da havo issiq. Bag'da forchka yo'q. Mana bag'da ochdik, bir ishladi-yu. Mana o'chibdi. 25 dan o'tsa o'chadi. Hozir 28 gradus ko'rsatyapti bu yerda. O'shaning uchun o'chdi. Teplitsada o'sha 25 qo'yilgan, o'chadi. O'chgandan keyin bu kelayotgan issiq suvni sovutmaydi. Demakki bunga keragi yo'q. Bet issiq. Ag'da ko'rayotganimiz eshik ochiq. Sovuq kiryapti, 19 necha ko'rsatyapti. O'shaning uchun ishlayapti. Bag'da forchka yo'q. Mana yerda ochdik, ishladi, hozir yana o'chdi. Bu 35 gradus bo'lib ketgan ekan. Mana shunaqa ishlar og'aynilar. G'alorol juda sovuq ekan. Cho'ldan, Qozog'istondan qor yoqqanmi bilmayman. Bizi Farg'onada toqqa qor yoqsa shunaqa sovuq bo'lardi. Bet shunaqa sovuq bo'lib ketdi. Ishni tugatdik, xudo xolasa endi yo'lga chiqamiz. Kechgacha bir narsa qilib Farg'onaga yetib olamiz. Mana issiq beryapti, bu ishlayapti. Nimagaki eshik ochiq. Sovuq kiryapti, orqasidan sovuqni olib, bag'dan issiq qilib chiqarib beryapti. Mana hozir harorat 26. 25 da o'chadi, ha? 25 ga chiqsa o'chadi. 25 ga chiqsa o'chadi. 20 gradusga teplitsan harorat tushib qolsa, ishlab ketadi. O'chdimi? Nechada o'chdi? 70. Mana, demak shu, mana qo'ydik. Sardorbek shuni sal normalni qo'yinglar, tushunib olmayapti. Uni yozib qo'ydik endi 70 qattaligini. Mana unga to'g'rilab qo'ysa bo'lmaydimi o'sha narsani? Sardorbek ham ko'radi buni. 70 ga chiqdi.
o'chdi. 60 ga tushganda yonuvdi. Mana obratgamiz 60 dan oshiq qaytib kelyapti. Endi bu suv 70 dan o'tdi, o'chdi. Qachon shu 60 dan tushsa, keyin bu ham yonishni boshlaydi. Ungacha ichkari issiqmi, ventilyator ishlamadimi, suv sovimasdan keladi. Bu ham suv sovimagandan keyin gradus tushmasa, bu ham yonmaydi, tek turaveradi. Ekonom bo'ladi. Buni qulay tarafi taydan yonadi, nijniy горение. Ko'mir to'ldirib qo'yasiz, yonaveradi. Yarim parim bo'lib qolganda kelib ochasiz-da. Hozir o'chgan. Ochib turib, mana o'tin ham qolmabdi pashti. Kelib yana ustiga dabavka qilib ketaverasiz. Yarim qo'yganmiz, yana to'ldirib qo'yib ketaverasiz. Bu yonaveradi. Faqat mana bu yerda qoqidoni bor. Kulini tayini qoqib qo'yasiz. Tozalash payti bu yerda ochib tozalab, mana bu yerdan kullari olib tashaladi. Mana 45 ta turish kerak, postoyan qishin yozin. Bu 45 ta turish kerak. Turish kerakmi endi? 45 ta turish kerak. Bo'ldi. Uni o'zgartirmaysiz. Agar uni o'zgartirsangiz, suv sovib ketsa, ventilyatorlar sovuq havo haydaydi. O'shani oldini olish uchun buni qo'yilgan. Obratkada suv sovib ketsa, ventilyatorlar o'chiradi. Bo'lmasa, ventilyatorlar isitaman deb sovuqni ham haydaveradi. Sovutib yuboradi nabarot. Shunaqa havosini mana soldatchigimiz bor, chiqarib turadi. Avtomatik. Buni tukni ham ko'rib turiladi. 246 volt ekan. Yaqin gradus bor. Tok yaxshi. Tok yaxshi. Qalay bo'ldi endi? Zo'r. Rahmat, katta rahmat. Sog' bo'ling. Endi bu aqlli kat yo'l, bari aqlli kat yo'lda endi bu. Ha, endi shu mo'risini chiqarib, shu 5,5-6 metr qilib turib, sendvich qilib, stiklovata o'rab qo'ysangiz, yana ham zo'r bo'ladi. Xudo xolasa olib kelamiz endi. Zakaz qilib yasatamiz dedi. Xudo xolasa. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Telefonimizni hammalang bilasizlar endi. Aytishimiz shart emas. Sog' bo'linglar, aka.